Bo'ldi. Tushundim, xo'p, okey, bo'ldi. Motor uchunmi lekin? Yo, bo'ldi, qizingizga men seni anaqa yo'q lekin. Chotki bo'ldi. Parolingiz nechi? Mening aytijim. 30 nasimi? Yangi 2 месяца ему брат, yaqinda. Hop, 100 ta tiklagan, hop, ideal ekan, telefoningiz gap so'z yo'q. Nechi pul? 1200 qizim bermayman boshqa da'voti. 1200 aka. Yo, men unaqa pulga ola olmayman. 17 talar olyapti. $900 beraman, olib ketaman. Aka, Только 1200, меньше не дам. 1200 1200. брала они. No, я понял. No, 950 bo'ladimi? Yo'q aka, Bo'ladiganini aytinglar. 1100 bratan, 1100 berasiz, 100 ming o'zim qizimga qo'shaman, beraman o'shani. Ne, yo'q deyaptilar mana. 1100 давай охрана дадим. 100 я тебе сам добавлю, он нас o'shani $100. Хоп. No, norozi bo'lsalar kerak-a? Rozi bilan berish kerak-da. Rozi bo'lsangiz chaqirdinglar, kelyapman. Bo'ldi aka, mana baraka bo'lsin. 950. Yo'q aka, nima deysiz? 1100 aka oxirini. $1000 beraman. Rozimisiz? Qarang. Нет, Rozimisiz? же меньше не дам. Rozimisiz? Nima baxtli qilsan, baqirma. Dahga lesan. Lesan. Xo'p, dahga nima jahl qilsan, dahga gaplashyapmiz-ku. Я же сказала, нет, почему? Да, уже говорите. Men senga o'zim qo'shaman o'sha narx kerak bo'lsa. Aka 1000. Sizga men qarang, qiz bolani xafa qilmang. $1000 beraman, mayli, KFC 50 ming beraman. Voy, voshcha san gap yo'q. 100 ming endi qo'shiladi. Yo, 50 ming beraman. 100 ming qo'sh, endi set o'sha olasizlar. bir ko'p bo'lsa, KFC 100 ming. Пойдет KFC будет кушать. И чипс. Все. Я 60 tishdan 60 ming so'm berdim. 60 ming, rozimisiz? Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi.